Hammaga assalomu alaykum. Bunaqa ko'ylakchalarda qayerga keldim deb o'ylaysizlar? Конечно же, ketishim oldin. Albatta, okeaniga kelishim kerak edi. Bunaqa atmosfera, конечно же, men sog'inib qolaman. Qizlar bilan mazza qilib hozir cho'milamiz. Sizlarga yana bir bor aytaman. Qizlar okeanik 5-gufik tarafdan kirib kelasizlar. Soati 400 ming so'm. U dafar ham ko'p kishi so'radi. Voy, buncha qimmat deyishdi, lekin qizlar, bu yopiq joy. Bitta kirishda 12-13 kishi kirishi mumkin 1 soatga, например. 2 soatga olsangiz ham, 3 soatga olsangiz ham bu sizlarga выгодно bo'ladi. Soati 400 ming so'mdan kirasizlar, xohlasalaringizlar ovqat pishirasizlar, xohlasalaringizlar o'tirasizlar, yayraysizlar, kuylaysizlar, cho'milasizlar. Maylaymanki, bu очень даже хорошая цена, yaxshi narxi, потому что sizlarni hech kim беспокоить qilmaydi. Mazza qilib o'tirasizlar, xohlasalaringizlar. Men даже shunday o'ylayman, biron kun men shu kunni bilan o'tiraman, kunni bilan shu okeanikdan chiqmayman, потому что birinchi kirishda bilasizlar, basseynga birinchi kirishlaringiz qiyin bo'ladi, keyin chiqishlaringiz kelmaydi, rostdan. Shunday mazza qilaman, bir qizlar bilan kelamiz-ku, keyin yana 1 soatga cho'zaylik, yana 1 soatga cho'zaylik deymiz, lekin уже bizdan keyin odamlar o'tirgan bo'ladi. В общем-то, nima, yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, okeanikni profillarini qoldiraman. Sizlar bilan endi bu dafar suzishlarimni ham bo'lishib boraman. Sizlarga yoqdi, sizlar men bilan birga mazza qildingizlar. Вот, bizga udachi, bugun biz ovqat pishiramiz. Zakaz qilmaymiz, ovqat pishirishga qaror qildik. Hozir hammasini ko'rsatib boraman.